الكرام وتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام وبعد فيقول أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال بلغه الله الأمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق شرحا يكون في غاية الدين وألا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه. فأجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك مسميا له إيضاح المبهم لمعاني السلم طالبا من الله السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün başlamakçı olan dersimiz olsa İdahul Mubhem bi maani es-sulam namlıq ilmul mantiq hakkında yazılgan ikinci yürüyüşlük dersimiz. Biz bunun burun birinci yürüyüşlük dersini Miftahul Mantiq deb o dersini okuttuk olduk. YouTube'ga bunu hem çıkarttık. Hem de ikinci başlayan dersimiz olsa ilmul mantiq hakkında ikinci Mustafa Thani deyimiz hem de bunu. İkinci yıllık okuşlar için tayarlangan. Şu Allama İmam el-Akhdari degan bir katta alim yazgan Sullamul Munawraq deb bir ilmul mantiq haqida yazılgan bir abiyat şiirlar var. Nazm. Şu nazm intayin meşhur bir nazm. Bu nazmni Azhar ulemalaridan Ahmad ad-Damanhuri rahimahullah şerh qilib yazgan. İdahul Mubhem deb. Bu Azhardan o'qitildi. Naiti Arap diyarlarında intayin keng külemde okulduğun ve okutiladigan bir derslik onu koyulgan bir kitap. Şunun için biz bu ikinci yıllıklar için bu şu derslikni tanladık. Hem de buniki ilmul mantiq hakkında hakkındaki çoğu düşünce nimalarni azizce so'zlab o'tmadik. Seviye ballarning seviyesi shuni udulga kelishib udul darsni boshlab ketamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. El-muallif Ahmad ad-Damanhuri rahimahullah'ın muqaddimesi. Elhamdülillahil mulhimi lis-savab. To'g'rini ilham qilguvchi Allohga har bir hamd sana bo'lsin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin natiqi bil hikmeti ve faslil khitab. Duayı salam hikmet bilen ve keskin nutq bilen sözlügücü Seyyidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Ve ala alihi ve ashabihil kiram. Ve o zatının aile tavabatıga ve sahabe kiramları olsun. Ve tabi'ine ve men tebi'ahum bi ihsanin aled devam. Ve o sahabelerge egeşkellerge ve sahabelerge egeşkellerge yaxşılık bilen aled devam egeşkellerge olsun. وبعد فيقول أحمد الدمنهوري رحمه الله بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. الله حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جورج الله بغاندن كين أحمد الدمنهوري رحمه الله من دقديدو يعني bu azhar ulemalaridir. بلغه الله الآمال Allah Teala bunu murat maksatlarına yetkizsin. Üzün demekçi. وَرَزَقَهُ التَّوْفِيقَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ Bununla gap sözlerinde, iş hareketlerinde tevfik versin. Tevfikni rızık versin davatıdır. Karanlar, yani bu katta alimlerin, Azhar'daki imametilik etken katta alimlerin ki, nemesi bu hazır, üzerine başlaşta, üzerine tüven tutup başlavatıdır. Bizdeki anda alim, bunda alim, biz hepimiz anda doğru demeyi, Xudayım bizim gap sözümüzni, iş hareketlerimizni tevfik bilen
rizq bersin, tevfikni rizq bersin. Gap sözümüz, iş hareketimizde bizge tevfikni rizq bersin deb o'tirdi. Biz ham shunday tilashimiz kerak davomli. Qad sa'alani ba'du talabatil mubtadi'in. Biz nima uchun buni mebdahil mantiqdan keyin ikkinchi yilda qo'ydik, ya'ni asosiy boshlang'ich saviya. İnsanlar musallibni o'zimi da'vatidi. Mendan yengida o'qish boshlagan o'quvchilarning ba'zisi an ashraha sullamal mantiqi sharhan yakunu fi g'ayatil lin. Intayin yengil oson bo'lgan, g'oyat oson bo'lgan sullamal mantiqning bir sharhisini sharh qilib bilishimni so'radi mendan da'vatidi. Ya'ni g'oyatil lin degan gap yumshoq degan gap, ya'ni oson, sahil, qiyin emas. Va alla azida ala halli alfazihi. Va mendan o'shu sullamal mantiqniki, ya'ni sullamal mantiqniki sullamal munawwaraq demakchi. Lafz, bayt. U sullamal mantiqning lafzlarini yeyishdan boshqa bir narsani ziyoda qilmasligimni. Faqatlam lafzlarini yeyib bilishimni, boshqa kengaytirib boshqa bir mazmunlarni qo'shmay, faqat shuniki baytning ma'nolarini yeyib bilishimni talab qildi. Nima uchun desa, liyadfara bi fahmi ma'nahu man huwa min huffazihi. Ya'ni shu sullamal munawwaraqni yodlaydigan bolalar uning ma'nosini tushunishga yetalish uchun. Liyadfara liyanala degan. Yetalish uchun. Fa'ajabtuhu lidhalika musta'inan bil qadiril malik. Men bu taliblarniki bu talibiga qo'shildim. Hammaga qodir, hammaning egasi bo'lgan Allohdan yordam talab qilgan holatda musammiyan lahu idahal mubhami li ma'ani sullami. Bu kitobning ismini idahul mubham li ma'ani sullam deb ism qo'ygan holatda. Ya'ni sullamul munawwaraqning ma'nilaridan tushuniksiz bo'lib qolganlarini nima qilib bilish, aniqlab bilish, izohlab bilish deb buni ism qo'ydim deydi. Taliban minallohi samiyul basir. Alloh taoladan hammani anglab turuvchi, hammani ko'rib turuvchi Alloh taoladan ayyanfa'a bihi, bu kitob bilan kama nafa'a bi asli, bu kitobning asli bilan manfaat berganda bu kitob bilan manfaat bilishini talab qilib. Innahu ala zalika qadir. Alloh taolo har shayga qodirdir. Ya'ni manfaat bilishga bu kitobning asli manfaat berganda buni bu kitobdan boshqalar manfaat bilishga qodirdir. Qala rahimahulloh taolo. Imom Aqdari rahimahulloh bunday deganda boshlab ketdi. Xo'sh, endi mishadiki min huffazihi degan bir gapdan sizlarga chiqib turgan bir gap. Asli qoida nima? Matn nima yodlash uchun. Al-matn lil-hifz, ash-sharh lil-fahm. Buni bilish kerak. Hozirgi zamonda nimashqa olim chiqmaydi bilamsizlar? Matnni lil-fahm uchun o'qiyotdi. Matnni lil-hifz uchun yodlamay, fahm uchun, tushunish uchun. Tushungan narsani unutib qoladi. Matn unutilmasligi kerak, matn kallamizda turishi kerak. Sharh fahm uchun bo'lsa bo'ladi. Tushundingizmi? Endi shuning uchun sizlarni talab qildig'ini ham shu baytni biz har haftada inshaalloh 4 bayt ya 5 bayt o'qiymiz. Shu baytni yodlab olasizlar shart. Tushundingizmi? Shu baytni yodlaysizlar. Bugun masalan 3 baytni yodlaysizlar masalan. Qala rahimahu imom Alloh maqtar rahimahulloh mudaqdedi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ij al-fikr li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. مجد وقت بالسلام. يعني مشو 3 بيتنا ما هتلك يطلعين شنو هم يطلب ولكن إزاحنا مشو بيتنا ما هذا شنو قصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج الله أخدري نن بيتنا ما بمده. هر bir hamd sana fikrning natijalarini aql egalariga chiqarib bergan Alloh xosdir. Va hatta anhum min sama'il aqli kull hijabin min sahabil jahli. Uladin ya'ni min sama'il aqli ulaniki aql osmonlardan, xuddi osmonga o'xshaydigan aqllardan kull hijabin min sahabil jahli. Jaholatning bulutlardan bo'lgan har bir fardini yo'q qilib o'tgan. Allah hamd sana bo'lsin. Ya'ni jaholatning pardasi xuddi bulutga o'xshaydigan jaholatniki, nadonlikdan iborat bo'lgan pardalarni aql osmonlaridan yo'q qilib o'tgan, yo'qitib o'tgan, echib o'tgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Hatta badat lahum shumusul ma'rifa ra'aw muqaddaratiha munkashifa. Hatta ya'ni Alloh taolo
ulardan ularning aql azmonlaridan jaholat bulutlarini iborat pardalarni ko'taryapti. Qachongacha desa, toki ularga shumusul ma'rifatning quyoshlari oshkora bo'lguncha. Ra'u muqaddaratiha munkashifa. Ma'rifatning quyoshlari oshkora bo'lib, ra'u muqaddaratiha, ya'ni u ma'rifat quyoshlariniki kumilab qolgan, yo'g'ilib qolgan, yepilib qolgan u shumusul ma'rifalarni munkashifa, uch oshkora ochilgan holda ko'rguchilikka nima qildi? Ko'rganga qadar Alloh taolo ulardan aql azmonlaridan jaholat bulutlarini elib etdi deydi. Xo'sh, endi buni birdan-bir sharh qilamiz. Aqul, men deymanki, alhamdu lug'atan, endi alhamdulillahillazi qad akhraja degan alhamdu lug'at ma'nosi. Lug'atda as-sana'u bil kalami alal mahmudi bi jamili sifatihi degan bo'ladi. Lug'at ma'nosi, ya'ni hamd degan nima qilishingiz? As-sana'u bil kalam. Kalam bilan sana etish, madihlash. Alaman kimga desa alal mahmud, maqtalg'uchiga. Nima qilib? Bimada deb savol kelsa, bi jamili sifatihi. Ya'ni u maqtalg'uchining go'zal sifatlari bilan deydi. Demak, Yusuf akasi nima degan gapgan hamd degan? Ya'ni maqtalg'uchining go'zal sifatlari bilan og'zaki madihlash. Gap bilan madihlash degan alhamd degan lug'at ma'nosi bu ekan. Endi urfan, ya'ni istilohdagi ma'nosi shu. Urfdagi ma'nosi fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi alal hamidi aw ghayrihi. Ya'ni in'am beruvchini kattalashdan iborat bir in'am beruvchini kattalashdan xabar beradigan bir fi'l, harakat. Yani ma huwa alhamdu fil urfi desak, nima huwa fi'lun. Wa fi'lun. Mada yaf'alu fi'lu desak, bu fi'l nima ish qilgan desak, ya'ni in'am beruvchini kattalashdan xabar beradigan harakat ekan. Limada deb so'rasak, bisababi in'amihi. Nima ish qilib in'am beruvchini kattalashdan ish qilgan yapgan desa, bisababi in'amihi alal hamid. Yani uniki in'am berganligi sababidan. Uning mun'imning in'am berganligi sababidan ekan. Alaman desa alal hamidi aw ghayrihi. Ya madihlig'ichiga yoki madihlig'ichidan boshqa kishilarga in'am berganligi sababidan ash in'am beruvchini kattalash, hurmatlashni ko'rsatadigan bir ishni qilish degan bo'ldi ekan hamd degan. Shunda nima gaplar? Mana bir inchki masala. Hamd degan faqat og'iz bilan deb qo'ygan gap emas demoqchiman. Amaliyotdan bir ish qilish kerak. Anladin? Xo'sh, endi shukr va shukr. Mal farqu baynal hamdi va shukr. Hamd va shukr arasida farq nima desa, bu yerda va shukr lug'atan. Shukr degan lug'at ma'nosi huval hamdu istilahan. Hamdning istilohiy ma'nosi shukr. Istilohda nima dedi hamdini? Alhamdu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi alal hamidi aw ghayrihi dedi. Miyada shu shukrni nima deymiz desa, va shukru ma'a ibdalil hamidi bis shakir. Qanday qilamiz? Va shukru fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi ala shakiri aw ghayrihi. Ay hamid degan gapni o'zgartiramiz, shakir o'zgartiramiz faqatlam. Tushundingmi? Ya'ni shukr degan lug'atda, ya'ni mun'imni in'am qiluvchini kattalashdan xabar beradigan bir fi'ldir, sharkatdir. Nima ish qilsa, u in'am qiluvchining in'am qilish sababi bilan alal shakiri. Shukr etuvchiga yoki shukr etuvchining xayriga. Tushundingmi? Endi buni urfdagi ma'nosi, urfdagi ma'nosi sarful abdi jami'a ma an'ama Allohu bihi alayhi ila ma khuliqa li ajlihi. Yani bandining Alloh taolo unga in'om qilgan narsaning hammasini ila ma khuliqa li ajlihi. Shu bandi yaratilgan narsa uchun, bandi yaratilgan sabab uchun sarf qilishi urfdagi shukr deb ataladi. Ya'ni Alloh taolo bandini nima yaratgan? Va ma xalaqtul jinna val insana illa liya'budun. Alloh taolo bandini ibodat qilsin deb yaratgan. Ya'ni Alloh taolo bir bandiga in'om qilsa, ne'mat bersa, bu ne'matga shukr etishga qanday degan bo'ladi? Ya'ni bergan shukr ne'matning hammasini shuni bandini yaratgan asosiy maqsad uchun sarf qilsa, shukr etgan bo'ladi. Ya'ni ibodat qilsa shukr etgan bo'ladi. Asosiy maqsad qilsa ibodat qilish. Demak, bizga bergan ne'mat, kuch-quvvatni biz nimaga? Alloh taologa ibodat qilib sarf qilishimiz shukr bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom har dushanba kuni ro'za tutadi. Payg'ambar alayhisalom nima uchun dushanba kuni ro'za tutadi? Savol so'raldi. Savol so'raganda payg'ambar alayhisalom dedi:
Düşenbe günü men tug'ilgan kun dedi. Yevmun wulidtu fihi. Düşenbe günü men tug'ilgan kun, shuning uchun Alloh taologa shukr aytish uchun ustman dedi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taologa shukr aytishmoqchi bo'lsa nima qiladida? Ro'za tutadi. Ya'ni nima degan gap? Ibodat qiladi. Tushunarmi? Ya'ni demak shukr etma degan gap nima degan gap? Alhamdulillah, alhamdulillah deb qo'ygan bilan ish bitmaydi. Alhamdulillah deb tilimizda degach, qalbimizda shu inom beruvchiga minnatdor bo'lgach, badallarimizdan nima qilamiz? Amal ibodat qilamiz. Shu ne'mat beruvchi biz rozi bo'ladigan haqiqiy maqsadi bo'lgan, ya'ni ibodat qilsin deb yaratdim degan haqiqiy maqsadni qilamiz. Shu chaqda nima qilgan bo'lamiz? Hamd aytgan bo'lamiz va shukr aytgan bo'lamiz. Bu bir inta muhim bir ma'noni bir o'rtasida. Va tahqiqul kalam ala al-basmalati wal hamdalati va shukr. Endi biz bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah va shukr va madh degan mushu jumlalarga bo'lgan kalamning tadqiqoti lug'at jihatga ma'nosi bundoq, urf jihatga ma'nosi bundoq degan tafsiloti bilan bo'lgan tadqiqotni va nisbat bayna salasa, ya'ni biz bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah va shukrniki uchun orasidagi nisbatni bizniki fi risalatina kashful lisam an muqaddaratil afham degan risolamizda tafsili bayon qildik. Agar istasangiz shu yerga borib ko'rib o'ting. Mana degan muxtasar, shuning uchun biz axlab o'tib ketdik deydi. Xo'sh, endi vallohu alamun ala zatil vajibil vujud. Nimada? Alhamdulillahillazi qad akhraja degandiki, Alloh alhamdulillah tushunib bo'ldi. Allah degan ismi zot aqidadagi ma'nosi nima? Ilm mantiq va aqidadagi tushuntirib ta'rifi nima? Vojibal vujud. Tushundingmi? Sizga men vojibal vujudni aqidada tushuntirib bergan. Vojib degan boshqa hukm, vujud degan boshqa hukm. Alloh taolo mavjudun, bordir. Biz Alloh taoloning borligini na'nuqtoq butun olamni qarab, olamdagi hech qanday bir narsaning uzluksiz paydo bo'lib qolmaydiganligini, hatto ma bir kosa desak, bu istakanning cho'qim bir atkuchi shirkat borligini, aqlimiz shuni talab qiladi, cho'qim bilish kerak deb. Demak biz nimani bildik? Alloh taoloning borligini bildik, olamga qarab. Bu yasg'ich bor ekan. Ammo buning bo'lishi vojibligini bildik. Bo'lish kerak. Nima uchun bildik? Chunki agar bo'lish mumkin bo'lsa, olamni yasamaydi. Ya'ni chunki mening bo'lishim mumkin. Men o'xshash, men olamni yasamayman. Men bo'lishim mumkin. Demak, bizniki bor bo'lish uchun narsalarning 3 xil hukm bor. Ahkam aqli 3 xil. Bir nima? Vojib, yana biri mustahil, yana biri mumkin, joiz. Ya'ni bo'lishi çok vojib, bo'lmasa bo'lmaydigan. Mustahil degan bo'lishi mumkin emas. Joiz degan bo'lishi bo'ladigan, bo'lmasa bo'ladigan. Vojib degan-chu Alloh taolo va Alloh taoloning sifatlari. Bo'lmasa bo'lmaydi. Cho'qim bo'lish kerak. Mustahil degan-chu Allohdan boshqa iloh yo'q, mumkin emas. Alloh taoloning maxluqqa o'xshab qilishi mumkin emas. Endi joiz degani-chu siz va men va boshqa maxluqlar. Bo'lsaqmi bo'ladi, bo'lmasaqmi bo'ladi. Bo'lishimiz mumkin, bo'lmasligimiz mumkin. Tushundingmi? Endi mishadagi vojibal vujud degan Alloh taoloniki aqidadagi Alloh degan ism zotning ma'nosini degan bo'ldi, vojibal vujud. Ya'ni borligi vojib bo'lgan zot Alloh. Tushundingmi? Lug'at ma'nosi-chu Allohniki nima? Ma'budu bihaqqin. Ma'budu bihaqqin. Ya'ni taat amal ibodat qilishga loyiq sazovor bo'lgan haqiqiy ma'bud, ibodat qiluvchi degan bo'ladi. Lug'at ma'nosi. Istilohdagi ma'nosi-chu vojibal vujud. Mana bilib oling. Vallohu alamun ala zatil vojibul vujud. Vojibul vujudning zotiga alamdir, ismi alamdir. Bizda ismi alam deb bir narsa, ismi jins deb bir narsa bor. Ismi alam degan xos ism, ismi jins degan turdosh ism, umumiy ism. Masalan, Jabal desak ismi jins. Masalan, Nuruddin desak nima? Ismi alam. Tushundingmi? Va nataij. Alhamdulillahillazi qad akhraja degan bi ma'na azhara. Oshkor qildi degan ma'noda. Va nataij degan nataijal fikri li arbabil hijaz dema nataij degan jam'u natija. Natijatun ko'p shakli. Natija. Bu yerdagi natija degan nima? Natija degan gap hamon bilasizlar. Natija. Lekin bu yerdagi ilm mantiqdagi natija nima? Va hiya al muqaddimatul lazimatu lil muqaddimatayn. Ya'ni ikki muqaddimadan kelib chiqadigan muqaddima. Muqaddima degan gap aslida mahmul mavdu'. Mubtada xabar. Bir cümle mukaddime. Endi bizde mukaddimetus suğra, mukaddimetul kubradan nima chiqadi? Natija kelib chiqadi. Mushu nima? Ikki muqaddimadan kelib chiqadigan muqaddima deb ataladi, natija deb ataladi.
Kella mesela el alemu hadis. El alemu hadis desek bu nima netice. Alem yanıdan payda bo'lgandir degan nima natija. Anda bo'lsa bu nima kelgansa el-lazimu li qawlina. Bu bizning el-alamu mutaghayyir ve kullu mutagayyirin hadis degan qalbimizdan lazım bo'lib kelib chiqqan natija. Ya'ni alem degan mutagayyir, o'zgarib turguchidir ve kullu mutagayyir har bir o'zgarib turguchi hadisdir. Yanıdan payda bo'lguchidir. Anda da idan nima el-alamu hadisun. Demek alem yanıdan payda bo'lguchidir. degan gap. Demak, bir şeyden netaij. Bir şeyden netaij deb musannif bizga shu baytning başta netaij keltirishi nima? Min bara'atil istihlal. Shundan bara'atil istihlal. Yani alim burun katta olimlarning ilminiki kattaligini alomatini biri davomli xutbalarda, nutqlarda nima keltirib qo'ydi? Bara'atil istihlal qilib, shu nimadagi o'zining kitobidagi asosli mavzulardan bir mavzuga ishorat qiladigan shaklda şu sözün bu sözünü ekip keltirib qo'ydi. Bu sözün ishga ochmoq ma'nosi bo'ladi. Bir ma'nosi nimada shu o'zidagi jumlaning ma'nosini ko'rsatadi, boshini nuqtasini. Yeni bir ma'nosi shu kitobdagi shu mavzusini nima qiladi? Mazmuniga ishorat qiladi. Bu degan intayin asli baroat degan mohirlik degan gap, puxtalik, mohirlik. Istihlal degan shu boshlanish degan gap. Hilaldan chiqqan, hilal ay. Ay yangi chiqqanda bir kun, 2 kun, 3 kun içinde batıldı, hilal da batıldı. Yani başlanışının nima? Başlaştaki maharet. Başlaş mahareti. Yani kitaplarını kiriş sözlerde, nutuklarda, hutbelarda söz başlaş, kiriş sözlerini başlaş mahareti deyen gibi. İntan bunu alimlik çoğun bilim gittiği. Hoş hem de vel fikir. Fikir degan hareketun nefsi fil ma'kulat. Yani bizde mahsusat, ma'kulat hep şey kadar var. Mahsusat degan nima? Şu 5 a'zo bilan nima? 5 sezgi a'zosi bilan ko'ngil bo'lgan narsalar, his qilib bo'lgan narsalar mahsusat deb ataladi. Ma'qulat degancha aql bilan o'ylab ko'ngil bo'lgan narsalar ma'qulat deb ataladi. Endi fikr degan nima desanglar, yani nataijal fikri dedimi? Fikr degan harakatun nafs, nafsning ma'qulatlardagi harakatidir. Harakati mashg'ulot olib berishi. Ve harekatuha fil mahsusat takhil. Endi mahsusat nefsniki mahsusat harekatini nima deb ataladi desang, takhil deb ataladi. Xiyal. Xiyal qilish. Agar men masalan Tumurbekni o'ylab o'tsam nima degan bo'ldim o xiyal. Agar men birga bir qo'rsam 2 bo'ladi ekan deganni o'ylab o'tsam-chi, bu fikr bo'ladi. Tushunarlimi? Mana buni bilib qo'ysam bo'ladi. Vel erbabu cem'u rabbin. Li erbabil fikri dedima li erbabil nima? Netaijel fikri li erbabil hicad dedima nima erbab degan cem'u rabbin. Rabbning ko'p shakli vel muradu bihi huna as-sahib. Erbab hicad degan aql egileri degan gap. Bu yerdagi murad nima sahib, yani al-malik, yani aql egileri. Vel hicad degan nima al-aql. Ve huwa maqsurun. Vel hicad ki alif maqsur. Hoş, emdi ve ma'nal beyt. Bu beytin asası ma'nası nima? Elhamdülillahi'llezî qad akhraca netaicel fikri li erbabil hija. Degan beytin asası ma'nası, asas ma'nı var, yetlaydigan ma'nı var. Ve ma'nal beyt elhamdülillahi'llezî azhara li erbabil uquli netaice efkarihim. Düşünün, yani her bir hamdü sana akıl egelerge ularının fikirlerinin neticelerini aşkar kılıp bergen Allah'a xasdır. Muşum nemeni yadlab qo'yishni bo'ladi. Muşum bir qatasizlikni, satrni, beytlan bilan. Va fi zikrin nataiji bara'atil istihlal. Endi sizlar bu qalam bu shu rangli qalamda mishaki bal qilib olsanglar, shu alhamdulillahillazi azhara li arbabil uqul nataij afkarihim degan yerga bal qilib olsanglar yaxshi, yodlaydigan ham shu. Va fi zikrin nataiji bara'atu istihlal. Endi mishadagi natija degan so'zni zikr qilishda bara'atu istihlal bordir va tushunpan bara'atu istihlal deganda. Ve fil beyti sualan. Bu beytte 2 sual var. Birinci sual. Lima hamida bil cümletil ismiye ve lem yahmed bil fi'liye. Nemi için cümle ismiye bilen hamd etti musannif. Nemişki cümle fi'liye bilen hamd etmedi. El-thani. İkinci sual. Lima qaddamel hamde alallah ma'a enne takdimel ismil kelim ahem. Nemi için Allah Teala hamd işini aldığı koydu. Nemi için hamdini aldığı koydu. Allah Teala'nın aldığı mesela. Allah Teala diye ismi zatının aldığı hamdini koydu. Ma'anna takdimel ismil kelim ehem. İsmi zat, ismil kelim, ismi bu Allah'ın ismini mukaddem kılış, muhim turukluk
Nimishqa hamdini oldiga chiqib qo'ydi? Ikki dona savol. Buningga vel javobu anil avval. Birinchisi javob annahu hamidal mavla li zatihi. Musannif Alloh taolaniki zoti hamd etdi. Va zatuhu subhanahu. Alloh taolaning zoti sifati, zoti sabitatun mustamirra. Alloh taolaning zoti va sifatlari nima? Sabitdir, muqimdir. Mustamirra degan davomli bo'luvchidir. Davomli bir xil, muqim, o'zgarmaydi. Fanasabal hamdu bil jumlati dallati ala sabati va davom. Unda bo'lgandan keyin hamdini bil jumlati dallati ala sabati va davom degan sabatga, muqimlikqa va davomlashishga dalolat qiladigan jumla bilan hamd etish munosib keldi. Va hiya sabat bilan davomni ko'rsatadigan, sabat bilan, ya'ni muqimlik bilan davomlik bo'lishga dalolat qiladigan jumla qanday jumla? Jumla ismiya. Jumla fe'liya tajaddudni ifodalaydi. Jumla ismiya sabatni, muqimlikni ifodalasa, jumla fe'liya yangilanishni, o'zgarib turishni, yangilanishni ifodalaydi. Tushundingmi? Shuning uchun Alloh taolaning zotiga munosib shaklda nima qildi? Jumla ismiya bilan keltirdi, jumla fe'liya bilan keltirdi. Birinchi savolga javob. Va anis-sani ikkinchi savolga javob ham. Ikkinchi savoldan deganda, nima uchun hamid degan so'zni ismi zotning oldiga chiqdi? Nima uchun ismi zotning oldiga qo'ymadi? deb qo'ygan savolga nima ishqa valillahil hamd demasdan lillahil hamd deb boshlamay alhamdulillah dedi desa, bunga berilgan javob, ikkinchisi berilgan javob bi annal maqama maqamul hamd. Bu yerdagi maqam hamd etish maqomidir. Madhiya etish maqomidir. Endi biz arabchada bir gap bor. Likulli maqamin maqalun. Likulli maqamin maqalun degan her qandaq bir maqamning o'ziga tushliq alohida bir so'z bo'ladi, Anladın? Yani hamma yerda bir xil gap oqmaydi. Podshohning so'rinida boshqa gap, podshohcha gap qilish kerak. Gado faqirning so'rinida gado faqircha gap qilish kerak. Ikkisi anglashib qolsa, nima bo'lib qoladi? Bu yerda muqtadoi holga mutobiq chiqmaydi ishlar. Balog'at fasadi chiqib ketgan bo'ladi. Balkim xafolash, ko'ngil og'riq chiqishi mumkin. Balkim fitna fasad chiqishi mumkin. Balkim g'allig'udur cho'ng xafaliklar, xatarlik ishlar chiqishi mumkin. Ya'ni bu balog'at gaplarga muqtadal holniki, holatning taqozzosiga amal qilmagan chaqda har qanday mushkullar chiqishi mumkin. Ko'ngil ochilmaydi. Va anis-sani ikkinchisi bergan javob maqam hamd etish maqomidir. Va in kana zikrullohi aham va in kana zikrullohi ahamma fi nafsihi. Garchi Alloh taolaning zikri o'z nafsida, Allohning zikri o'z nafsida. Ham boshqa o'z nafsida nima? Alloh taolaning zikrining o'zi muhim. Alloh taolaning zikrining o'zi muhim zodi. Faquddimatil ahammiyatul aliyatu ala al-ahammiyatiz zatiyya. Ya'ni yangidan paydo bo'lgan muhimlik nimaga? Zoti bo'lgan muhimlikqa muqaddam qilindi, ilgari qilindi. Alloh taolaning o'ziga zikr aytish, Alloh taolaning zikrining muhimligi nima? Asli. Endi bu yerdagi musannifniki hamdini oldiga chiqqan hamd etishcho bu alidi Alloh taolaniki ulug' bo'lganligi uchun biz Alloh taolani maqtashimiz kerak. Bu keyin paydo bizga nisbatan. Endi bu yerdagi holatning o'zi Alloh taolaga bizni maqtashni Alloh taolaniki o'zining ismining ulug'ligidan biz Alloh taolaniki maqtashimiz mayat holatdan zarur bo'lib qoldi. Alloh taolani maqtashimiz. Shuning uchun maqtashni oldiga qo'ydik deydi. Nima ish qilsa muraatan lil balagati allati hiya mutabaqatul kalami li muqtadal hal. Ya'ni muqtadal hal degan holatning taqozzosiga, kalamning holatning taqozzosiga uyg'un kelishidan iborat balog'atga rioya qilishning jihtidan. Rioya qilish uchun biz oldiga qo'ydik bo'lgan javob. Xo'sh. Endi musannifniki birinchi baytning ma'nosi tugadi, ikkinchi bayt keldi yana. Wa hatta anhum min sama'il aqli kull hijabin min sahabil jahli. Wa hatta degan yani bir ma'no azala, yuqatti degan ma'noda, yo'q qildi. Va min fi qawlihi min sama'il aqli deganki min bi ma'no an ma'nosi bilan. Nima ish qilsa va hiya ومجرورها عن وأنه مجرور من سماء مجرور بدل مما قبله وحتى عنهم عن سماء العقل بدل مما قبله aldıdaki وحتى عنهم دي عنهم دن بدل عنهم دن بدل بدل degan to'rt xil bo'ladi sizlar bilasizlar. Biri
بدل كل من الكل يعني بلي بدل جزء بدل بعد من الكل يعني بلي بدل اشتمال يعني بلي بدل غلط بدل كل من الكل دقنه مثلا جاءني زيد أخوك بدل كل من الكل بدل بعد من الكل دقنه جو مش هذا كيف مثلا قرأت الكتاب ثلثه مثلا بدل اجتماع ديان شو مثلا ضرب صلب زيد ثوبه صلب زيد ثوبه بدل غلط ديان شو جاءني أحمد محمد تمام من ده ميادك خاص كي ولا بقنا مثلا هذا قلنا بدل كم ميادك بدل مما قبله وحتى عنهم عن سماء العقل قلنا بدل كي ولا بقنا لا بدل اشتمال بدل جزء العقل جزء من الإنسان بدل اشتمال ديان كيم insanın cüzüsü yok. Lekin insanga yaqin bo'lgan bir narsa, insonni tekshib turadigan, insonni tashkil bo'lgan bir narsa. Lekin juz' degan cho aql degan insonning bir juz'. Men aytdim nima ekan? Badal juz' nima minal kull. Uni ishlatishni o'ylab qo'yishim bo'ladi. Ay azala an aqlihim yani ularniki an aqlihim alladhi huwa kas-sama. Va hatta anhum deb keltirib bo'ldi. Anhum deganga ma'no aytmaymiz aynan. Chunki ani ulardan qo'ydi ulardan ularning aqlidan deb hech kim aytmaymiz. Nima aytgan deymiz? Qo'ydi ularning aqlidan deb. Nimishqa badal oldidagi mubdal minhuni nima qiladi? Amaldan qoldirib shuni o'rniga chiqargan narsa badal degan. Atf bayon bilan badalni farqlashadi. Atf bayonda ikki ismning mashhurini bayon qiladi, lekin badal asosiy maqsad. Badalda asosiy maqsad nima? Badal. Atf bayonda asosiy maqsad nima? Av beshtiki igisi. Ma'tuf. Xo'sh. Endi nima deyapti bu yerda? Azala an aqlihim alladhi huwa kas-sama. Yani osmonga o'xshaydigan aqlidan deydimdi. Bizda tashbih qoidasi bilasizlar, 4 ta qoida bor. Tashbih degan natijasi bor. Mushabbah bih, adat tashbih, nima vajh shabah. 4 narsa. Tashbih baligh bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Chuqum vajh shabah bo'lish kerak. Hazb qilinish kerak. Anladın. Başka vajh shabah bilan nima ham hazb qilinadi, adat tashbih ham hazb qilinadi. Tashbih baligh bo'ladi. Anladın. Endi bir so'z qilingan vaqtida normal tashbih bo'ladi. Endi to'rtinchi kelgan vaqtida texim oddiy tashbih bo'ladi. Qancha qiyinlashgan sari tashbihniki balog'ati darajasi shuncha ko'tariladi. Endi miyadiki bizga tashbihni da'vat deb beryapti. Azala an aqlihim alladhi huwa kas-sama. Ularning osmonga o'xshaydigan aqlidan depolab qandoqlab aql osmonga o'xshab qoladi. Aql Demirzaybek qandoqlab aql osmonga o'xshaydi? Nima jihatda o'xshaydi desa, bi jami'in. Jami' degan nima vajh shabah. Yani o'xshash talablar. Jami' degan ya'ni yujmi'u baynahu va baynahu. İkisini arasında toplaydigan, yig'adigan bir aloqa bor. O'xshashlik nima talabi. Vajh shabah deb ataladi. Vajh shabah nima? Kavnu kullun minhuma mahallan li tulu'il kawakib. Aql mu yulduz chiqadigan joy. Yulduz. Osmon mu yulduz chiqadigan joy. Siz aqlga nerede yulduz chiqadi? Deb kalam o'ylab qolasiz. Xo'sh, deb fakawakibul aqli ma'naviyya. Aqlning yulduzlari ma'naviy, hissiy emas. Osmonning yulduzlari hissiy. Ko'z bilan ko'rgili bo'ldi. Aqlning yulduzlari hissiy emas, ma'naviy. Ko'z bilan ko'rilmaydi, lekin aql bilan ko'rgili bo'ladi. O'zi nima? Ma huwa aql yulduzlariga nima desanglar? Va hiyal ma'ani val asrar. Ma'na va sirlar. Ve kevakibus semai hissiye. Osmanның yulduzları hissi. Göz bilen kökülü buludur. Lakin akıl yulduzlarını fakat akıl bilen kökülü buldu. Bu ne diyor? Mana ve esrar, sırlar. Hoş. Vel asl kaide min aklin kes-sema ve hatta anhum min aklin kes-semai. Osmanға o'xshaydigan aqlidan degan bo'ldi. Fahudibat adat tashbih miyadiki kes-semai degandagi kaf nima qilindi? Hazf qilindi. Ve hatta anhum min sama'il aqli deblam kaf adat tashbihini hazf qilindi. Nima qilish uchun? Tashbih baligh qilish uchun. Ve udifal mushabbahu bihi lil mushabbah ba'da taqdimihi alayh. Mushabbah bih qazna nima bu yerda? Mushabbah bih sama. Mushabbah nima? Aql.
Bu yerda asli aql beshida edi, samo keynida edi. İkisini mudaf qilish uchun nima qilindi? Aql oyog'iga o'tdi, samo beshiga o'tdi. Shuning bilan bir-biriga idofat qildik, nima bo'ldi? Min sama'il aqli bo'ldi. Va hadal amal jarin fi qawlihi min sahabil jahl deganda bu yuqoriga o'xshash. İz asluhu chunki buning aslisi min jahlin kas sahabi. Xuddi bulutga o'xshaydigan jaholatdan degan bo'ldi. Fa fu'ila bihi ma taqaddam. Izga o'xshash qilindi buni bu. Amdi val jami'u baynal jahli alladhi huwa adamul ilm bi shay. Amdi nima bilan adamul ilmi bi shay hech nimani bilmaslikdan iborat jahl, nodonlik bilan va sahab bulutning o'xshash tarifi nima desanglar? Kavnu kullun minhuma hailan. Har bu ikisining har biri tusal. Xuddi bulut kunning nurini to'sib olgandek nima jaholat insondan shaylarniki haqiqatini bilishni to'sib oladi. Va ma'nal bayt bu baytning ma'nosi va hatta an uqulihim allati hiya kas-sama'i kullu hijab. Ya'ni ularning osmonga o'xshaydigan aqllaridan kullu hijabin har bir perdani yo'q qilyapti. Ya'ni hailun minal jahli alladhi huwa kas-sahab. Ya'ni bulutga o'xshaydigan, bulutga o'xshash nadonlikdan iborat bo'lgan tusalg'ularni nima qilyapti? Yo'q qilyapti. Va fi hadal bayt su'alan. Bu baytda ikki savol bor. Birinchi savol atfu hatta ala akhraja. Alloh taolo nima uchun hattani akhrajaga atf qildi? Min ayyi qabil? Bu qaysi qabiladan? Balki atfu min al-khasm ya qaysi qabiladan? Yani hattani akhrajaga atf qilish qaysi qabiladan? Birinchi savol. İkinci sual annal cehla emrun ademi. Cehl degan bilasini bilmaslik degan adamiy bir ish. Va sahabu emrun vujudi bulut degan cho'p bor bir ish. Bulut degan bor bir narsa. Bilmaslik degan cho'p yo'q bir narsa. Nima uchun wala yasihu tashbihul adami bil vujudi qoidada adamiy bo'lgan narsani vujudi bo'lgan narsaga o'xshatish to'g'ri bo'lmaydi-ku. Nima uchun o'xshatish bo'ldi deb savol kelsa, buni bilgan javob. Va javob birinchi savoldan javob. Ya'ni nima uchun hattani akhrajaga atf qilib qaysi qabiladan degan berilgan javob annahu min qabili atf as-sababi ala al-musabbab. Sababni musabbabga, ya'ni natijaga atf qilish babidindir. Ya'ni demak bu yerda akhraja nima musabbab. Akhraja musabbab hatta cho sabab, hatta sabab. Nima ish qilsa li anna izalat al-hijabi sababun fi izhar an-nata'ij. Chunki hijobni yo'qotish ve hatta anhum degan gibi hijab perdeni yo'qotish sababun fi izhar an-nata'ij. Natijalarni oshkor qilishniki sababidir. Demak natija musabbab. Natija musabbab, izhar an-nata'ij musabbab, izalat al-hijab nima? Sababdir. Bu qabil bu qabiladir. Va ikkinchi savol berilgan javob. Ikkinchi savol nima degan edi? Bu nima ish qilib vujudiy bo'lgan ishni adamiy bo'lgan ishga o'xshatdi. Desa bi anna al-jahla jahl kama yuqalu fihi adamul ilmi bi shay. Hech nimani bilmaslik deyilgandek jahlga yuqalu fihi unga yana idraku shay'i ala khilafi ma huwa bihi deb ham deyiladi ta'rifida. Jahl degan nima desa, hech nimani bilmaslik deb ta'rif qilgan bilan o'xshash yana bir ta'rifida nima deyiladi? Bir narsani aksicha bilib olish, uni xilofi bilan bilib olish, oqni qora deb bilib olish, qorani oq deb bilib olish, Bimirzini Nuruddin deb, Nuruddinni Tumurbek deb bilib olish. Tushundingmi? Bunda ma'nosi bor. Xato bilib olish degan ma'nosi bor. Xato bilib olish nima deb ataladi? Jaholat, nador deb ataladi. Unda bo'lgandan keyin falam yakun adamiyya, bu mutlaq adamiyya emas ekan. Bir jihatdan vujudiy ta'rifim bor ekan. Tasahhat tashbih. Ana tashbih o'qitish to'g'ri bo'ldi. Xo'sh. Qawluhu hatta badat endi. Hatta badat lahum shumusul ma'rifa ra'aw muqaddaratiha munkashifa. Endi hatta badat ay zaharat. Oshkor bo'ldi degan. Bu yerdagi hatta g'oyatul lil hatt va hatta anhum min sama'il aqli degandiki shu nimaniki mughayyaniki g'oyisi qasi hattaniki aqli. Ya'ni Alloh taolo qachongacha echvatdi desa, ya'ni Alloh taolo echvatdi toki bularga ma'rifatning qurashlari echilgan qadar sirlab qolgan maxfiy sirlar Allah eshilgan qadar Alloh taolo echvatdi degan bo'ldi ma'nosi. Qawluhu shumusul ma'rifa.
Şumusul ma'rifa degan yani ey ma'rifatun keş-şumus. Xuddi quyoshga o'xshaydigan ma'rifatlar. Fafuila bihi ma taqaddam. İlgiga o'xshash. Asli ma şumusul ma'rifa degan asli ma'rifatun keş-şumus de. Bu xuddi shuningdek ilgiki ameliyat, ilgiki biz ishlagan ishga o'xshash bu yerda shunday qilamiz. Val muxaddarat degan mustatarat. Yo'galgan degan gap. Ko'milib qolgan, yo'gilib qolgan degan gap. Li'annal xidr, chunki xidr deganning ma'nosi sitr degan bo'ldi. Munkashifa degan zohira, oshkora bo'g'chi degan gap. Val maqsudu min al bayt, baytning asosiy maqsadi intihau zawal al hijab an uqulihim li zuhuri shams al ma'arif allati kanat mustatiratan li diqqatiha. Mishani bundu jijib yatlaysizlar mana. Mana ma yatlab qo'ygan ya, belgi qilib. Baytning asosiy maqsadi nima? İntihau zeval hijab, bularning aqllaridan ma'rifatning kunlarining anuqulihim, ularniki aqllaridan hijobning zohir bo'lishi. Nima uchun desa, ma'rifatning quyoshlari oshkor bo'lganligi uchunki, kanat mustatiratan li diqqatiha. Bu ma'rifatning quyoshlari intayin inchiki bo'lganligi uchun yo'gilib qolgan edi, yo'ginib qolganlik edi. Shuning bilan hijab ularning aqlni hijab yo'qolib ketganligi nima qilindi? Oshkor bo'ldi. Shuni ko'rsatdi. Va fi hadal bayt sualan, bu baytda ikki savol bor. Birinchi savol, annal bayt al-awwal yughni anhu. Birinchi bayt bu baytni keltirmasa bo'ladi ekan. Birinchi baytni keltirgandan keyin bu baytni keltirmasa bo'ladi ekan. Bu baytni behajat qildi ekan degan savolga javob berildi. Birinchi baytda akhraja nataij al-afkari li arbabil hijab degan bayt chunki shunday baytni keltirmasa bo'ladi ekan degan savolga javob berildi. Ikkinchi savol fakana al-awla ba'da an waqa'a minhu zikruhu. Musannifdan hamda bu shu 3-baytniki zikri tushib bo'ldimi? Musannif daplabdan buni. Deb bo'lgandan keyin ayyatkul al-awwala bi janbihi. Ya birinchi baytni 3-baytning biqinda qo'ysa. Birinchi baytni alhamdulillahi qad akhraja nataij al-fikri al-bab al-hijab degan baytni yomoniki 3-dan qo'yib qo'ysa yoki aw yadkuruhu bi janbil awwal yoki 3-baytni birinchi baytni qo'ysa bo'ladi ekan. Va hatto deganda ya 5 qo'ysa, ya 5 ostida qo'ysa bo'ladi ekan. Nima ishqa buni ayirib o'tishkisini va hatto o'tirib qo'ydi. O'tirdi hatto degan sabab dedik. Boshqasi musabbab dedik. Sabab degan 5 kelish kerak, musabbabdan kim kelish kerak? Nima ishqa bunda bo'ldi desa? Likawni kullu minhuma musabbaban an izalat al-hajab. Pardindagi zohir qilishning kelib chiqqan natija bo'lganligi uchun deb savol kelsa beradigan javob val javobu anil awwal. Birinchisiga beradigan javob anna nataija fil bayt al-awwal. Birinchi baytdagi natija ammu min an takuna ba'idatan masturatan bisababi diqqatiha aw la. Allah Taala demadiki alhamdulillahi allazi qad akhraja nataij al-fikri li arbab al-hijab degandiki nataij al-fikr fikrning natijalari bu am so'z bu am. Yani nimadan am degan gap? Uniki yiroq bo'lishi, mastura yepiq bo'lishi, inchiklik sababidan yiroq yepiq bo'lishi yoki nima oson bo'lishi, yepiq bo'lmasligi degan qanday fikr bo'lsin, qanday fikrning natijasi bo'lsin, qiyin bo'lamdi, murakkab bo'lamdi yoki oddiy bo'lamdi, oson bo'lamdi, hammani o'ziga oladi beshtikada. Anladın? Allah Taala hammani ichpadi. Qiyin nima, oson nima, ta'sir nima hammani ichpadi. Degan bo'ladi. Va ma fil bayt istarim ikkinchi bayt degan yana nima u? Hatta badat lahum shumusul ma'rifa degandiki ma baytdagi jo'dsa xosun bil mas'ulatil ba'ida degan gap yiroq ma'nolarga, ko'milib qolgan ma'nolarga xosdir. Falam yughnil baytul awwal anhu. Undan keyin birinchi bayt ikkinchi baytdan behojat bo'lmaydi. Ikkinchisi bo'lish kerak. İkinci savol berilgan javob nima chiqamiz bir yerga o'tib bu chiqishni desa bi annahu qaddama al bayt al awwal. Endi chunki musannif birinchi baytni hirsan ala bara'atil istihlal. Bara'atil istihlalga erismanlikning ichidan oldiga qo'ydi. Natija fikrda bara'at istihlaldan nima kelish kerak? 5 kelish kerak. Falam yat tabii ki hamdu bu 5 elhamdülillah başlandı ki hamdu işin başı hamdülillah başlandı kerak. Falam yata'atta ja'luhu bi janbil bayti salis. Ondan keyin bara'atil istihlal uchun uni oldiga qo'ygandan keyin 3-baytning biqinda qo'yash hosil bo'lmaydi, hosil bo'lmaydi. Vattarra ila ta'khir al-thalith yoki vattarra ila ta'khir al-thalith. 3-ni
üçüncü beytni ikkinchisi tubiga chiqmay ostinga tushishga qisilishga sabab desa likawnihi g'oyatan lima qablahu. Beshtiki hatta va hatta anhum min sama'il aqd degan hattaning g'oyasi ma hatta badat lahum musma'rifa g'oya bo'lgandan keyin mughayya degan beshta bo'ladi, g'oya degan nima bo'ladi? Oxirda bo'ladi. Falam yata'atta ja'luhu bi jambil awwal. Shu sababdan ma 3-beytni 1-beytning biqinda qo'yash hosil bo'lmadi. Deb bizga demak bilganki 3-beytning ma'nosini nima qiladi? Musannif asosiy ma'nosini tushuntirib bergan bo'ldi. Endi biz darsning haqiqiy mavzusiga kirmadik, lekin buni boshlaymiz endi. Tushundingizmi? Alloh taolo biz tavfiq qilsin. Bu darslarniki beytlarni yodlaysizlar va beytlarning asosiy ma'nolarini yodlaysizlar. Inshaalloh keladigan haftada men so'rayman buni. Va oxirida alhamdulillah.